kelishib qolsangiz mana bu nomerni ham berar ekan. 8 8 8 va bu yerdagi bukvalarini ham 100%, 100% va yana 100% родной akrasda. Chunki egasi umuman kraska, vtorichka yo'q. Bemalol kelib 5-6 ta talshamaydi, olib kelib tashlasa ham bo'ladi dedi. Koreyskiy 19700 dollar dedi jigar. 19700 ga kelishim yo'llari bilan albatta 2.2 dizelli motorda Kia Sorento. Конечно, родной bo'lgandan keyin zamin detal yo'q. Carfax umuman yo'q. DTP bo'lmagan. O'zida restyalniy diskalarda бесключевойlar bor. Elektropaket, naturalniy деревянный акопринт, power сиденье, кожаный qora salonlarda, multirul и korobkalari maslinli korobkada. Mana qali knopkali emas, maslinli, shaybaviy emas, maslinli. Shunga ahamiyat beramiz. Drive motor, elektrический avtohold, avtostop, dozonli klimat kontrol, sensorli klimat kontrol, monitorlar qaralgan, multirullari bor. 19700 ga yaxshi tushib berasiz. Boshi orqa podogrev сиденье и срочный sotishim kerak, tushib beraman deyapti. 19700 ga. Bugun 17-yanvar. Egasi nomer ekrani pastda, ekranda pastda. 25000 dollarga tushgan deyapti. O'zi asli, lekin hozir 19700 ga bosamiz ekan.